Assalomu alaykum. Do'stlar, ustakalarga mana narsani ko'rsatib qo'yaman hozir. Araq shpon zinalarimiz bitib qolyapti. Xudo endi bitta nima bo'lyapti, mana bu qarang, zina tepadan tushib kelyapti. Mana bu devorga bu yoqqa o'tib qolgan zina stupenka qiriga. Shuni hisobiga mana joyimiz mana katta zinamiz 10 santiga почти qisqarib ketgan ichkari. Tepaga bilinmaydi, prosta mana bu birinchi etajdan chiqish. O orada aylanish hisobiga joy qo'yilgan. Stupenkaga yopishtirib qo'ysa bo'lmaydimi deganlar ham bo'lishi mumkin. Prosta aylanish hisobiga joy qo'yilgan. Bu yoqqa surilib ketib qoladi. Shuni bir beton kuyishda hisobini olib 5 santini tashab ketsalar, ustakalar ajoyib ish bo'ladi. Lekin ishlang ideal, ko'z tegmasin, zo'r. Mana asosiylarimiz bolt kekiga o'rnatilgan backward. Perila tushgandan keyin o'ta mustahkam bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Joninglar sog' bo'lsin.